Bugun ijtimoiy tarmoqlarda turli gaplar yangrayapti. Jarayon yurmayapti deyishmoqda. Hammasi to'xtab qolgan degan xulosalar ham bor. Ammo ba'zan uzoqdan qaragan ko'z harakatni ko'rmaydi. 2024-yil 8-noyabr. Shu kundan boshlab minglab kadastr xodimlari yurt bo'ylab yo'lga chiqdi. Qog'oz bilan emas, taqdirlar bilan ishlash uchun. Bugunga kelib 1,359 mingdan ortiq obyekt xatlovdan o'tdi. Qariyb 1 millioni tizimga kiritildi. Bu sukut emas. Bu tinimsiz mehnatning ovozsiz natijasi. Yakuniy ro'yxatga o'tganlar hali ko'p emas, chunki yo'l uzoq, yetib borish uchun etaplardan o'tilishi lozim. Bu yerda har bir chiziq chegaradir, har bir hujjat isbotdir, har bir qaror bir insonning ertangi kuniga ta'sir qiladi. Shu sabab bu jarayon yugurmaydi, u yuradi. O'lchab, tekshirib, yana bir bor ishonch hosil qilib yuradi. Chunki bu oddiy ro'yxat emas, bu insonning o'z mulkiga meniki deb bemalol ayta olishi uchun yaratilayotgan asos. Shoshilish bu yerda natija bermaydi. Xato esa yillar davom etadigan muammolarga aylanadi. Shu bois tashqaridan sekin ko'ringan bu yo'l aslida ichkaridan juda aniq bosib o'tilmoqda. Va eng muhim haqiqat shuki, bu ish tez tugashi uchun emas, to'g'ri tugashi uchun qilinmoqda.